Oxirgi baytlarda guvoh bo'lgan bo'lsangiz, like bosganligi uchun ham javobgarlik holatlari yuzaga chiqyapti-da. Bu bilmadim, xalqaro qoidalarga ham bir to'g'ri kelmasa kerak. Qanaqasiga ijtimoiy tarmoqda bitta like uchun odamni javobgarlikka tortish mumkin. Yana javobgarlik bo'lganda ham ma'muriy tugul jinoyatgacha olib boryapti-da. Bu dahshatli holat. Yaqinda o'sha oldin Tojikistonda bo'lgan ekan bu norma. Bekor qildi. Ajoyib narsa. Bizda ham bu narsani bekor qilish kerak. Chunki buni endi yuristlar yaxshi tushunadi. Huquqbuzarlik qilishda ifodani bildiradi. Shunaqa qasd yo'qdi u harakatda. Bu aniq, bu masala bo'yicha va mening fikrim bu bo'yicha bu yerda qo'rqitish degan bosh maqsad bo'lmagan. Men shu ishni ko'tarib olib chiqqan odamlar ochko olmoqchi bo'lgan, pogoni ko'tarilmoqchi bo'lgan, yaxshi ko'rinmoqchi bo'lgan, maddohlik qilmoqchi bo'lgan, qo'pol aytganda va katta qonun tushirib qo'yishdi. Jamiyatda qo'rquv instinkti yana ham kuchayishiga, bu yerda qonun ustuvor emas degan narsa kuchayishiga ular o'zlari bilmagan holda hissa qo'shib qo'ydi. Bu o'sha nima deydi, endi to'poylik deydimi, nima, ilmsizlikning oqibatida endi.